بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله لا إله إلا الله وصل على محمد وصحبه أجمعين. من Allah'ını razı kılman, ahiretlikimni haqiqiy cennet bilen bizeymen, bu dünya hayatımni to'g'ri bo'lgan adalet, to'g'ri tushunchaga ega qilman deydiganmiz. Biz har vaqt o'zimizdan hisob olib turishimiz kerak. Biz statistikchi bo'lishimiz kerak. Biz haqiqiy hayotlik matematikchisi bo'lishimiz kerak. Burunqi yaxshi bo'lgan o'lgulik kishilarimizdan Salmanul Farisi radhiyallohu anhu shunday deganki, 3 ish mening ko'nglimni siqidi. O'zimga qarab meni hayron qoldirdi. Birinchisi, meni har kuni bir kun o'tishi bilan o'limning yiqilishyotganligi, ölüm aldığa ketivatqanliqim meni agahlandırıp tursa, dünya şahvatlariga berilib, to'g'ri fikri aqlanlik bilan oxiratga tayyorlik qilolmaganliqim, musulmonlar ummat uchun foydali yaxshi ishlarni qilolmaganliqim. Ikkinchisi, g'ofil qolg'ili bo'lmaydigan ahiret hesabı aldığımda tursa, ben o hesapını oylamay, dünyadaki turmuş hesaplarını to'la o'ylab ketkinim, ahirettin g'afil bo'lib qolganliqim. Men Allah Taola'nın rizoligiga erişamdimi? Yoki Allah menga g'azablanib, meni do'zaxga salatamdi? Yoki Allah gunohimni kechirim qilib jannatga salatamdi? Buni bilmay turib, men shu Allohning jannatiga erishadigan to'g'ri bo'lgan amallarni ko'plab qilmay turib, mening bixud xursand ko'ngil ichib yurib ketganligim meni o'zimga qarab hayron qoldirdi va ishimni siqdi degan. Bir tuqqanlarimiz, bizning to'g'ri bo'lgan yetakchilarimiz, salaf solihlarimiz, yaxshi o'lgularimiz bizni qoldirgan qimmat va bizni qoldirgan to'g'ri ko'z qarash, to'g'ri iddia mana shu. Hayotlikda cho'qim bir dunyo va oxiratlik natija yaratish. Salmanul Farisi radhiyallohu anhu degan, biz Türkistan Uygur Müslümanlarga dinning kirishiga sabab bo'lgan kishilardan birisi. Chunki bu kishi İran'dan Paris bizning Uyg'urlar zaminimizga dinning kirishimi Parislarning islomga kirishi bilan zich munosabatlik bir tuqqanlarimiz. Shuning uchun mana bu Salmanul Farisi radhiyallohu anhu bizni dunyo va oxirat bizga yaxshi bo'lgan o'zimizdan va nafsimizdan, hayotligimizdan statistika hesab olib turishdan iborat bo'lgan, to'g'ri bo'lgan bir yo'lga bizni boshladi. Alloh taolo deyki: "Ya ayyuhallazina amanutaqulloh val tanzur nafsum ma qaddamat ligadin." Ey iymon etgan odamlar, mushu Qur'oni Karimda iymon etgan odamlar, ishongan odamlar degan har qanday bir oyat chiqsa, har qanday bir musulmon mana buni Alloh alohida ogohlantiribdi. Meni Allah alohida chaqiribdi. Men xususiy bo'lgan bir telefon, xususiy bo'lgan bir turbat ochibdi. Men mush chaqiriqqa qabul qilay, mush chaqiriqqa yuzinay deyishimiz kerak. Deb Alloh taolo iymon etgan odamlar, g'aflatingdan o'yg'iringlar deb bizga chaqirib bilib deyki, Allohdan qo'rqinglar. Eng muhimi har qanday bir jon, mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, rahbar bo'lsin, fuqaro bo'lsin, yüzlük bo'lsin,
yoki jamiyatdagi o'rni tuvarroq bo'lsin, har qanday bir jon, mayli olim bo'lsin, yoki talib bo'lsin, yo ziyoli bo'lsin, yoki fanniy bo'lgan yetakchilar bo'lsin, kim bo'lsin, har qanday bir jon, Allah bergan ruh, Allah bergan hayotlik o'rni bo'lgan har qanday bir inson, ata, ya'ni qiyomat kunisi Allah olda hisob beradigan bir amaliyat, yaxshi e'tiqod, yaxshi amallarni barpo qildimmi? Men ikki xo'jinning bir payga yaxshi ishlarni sala oldimmi? Ya degan mushundaq bir to'g'ri bo'lgan hisobotni o'zidan olsin. Men hisob ambirimga, hisob daftarimga, hisob bankamga yaxshi bo'lgan natijalik paylarni qo'ya oldimmi? Deb o'zidan hisob olsin dedi. Yine Ömür ibn Hattab radhiyallohu anhu deyki, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sizlar qiyomat kunisi Allohning oldida hisob ilinishinglardan burun o'zinglardan hisob olib turinglar. Xuddi bizning tamsilimizda o'zini so'ragan kishi qozi oldiga bormabdi. Ya'ni qiyomat kunisi qattiq hisobda qolmabdi degan bo'ladi. Yine Allah Taala Qur'oni Karimda to'g'ri bo'lgan hisobga tayyorlik qilib, to'g'ri baxtga erishgan, hisobidan mahrum qilib, o'zining Alloh oldidagi qarzini unutgan va baxtsizlik yo'liqqanlarni Qur'onda bayon qilib dediki, A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqih. Her qandaq bir inson haqiqatan sen Parvardigoringga hisob belgili, Parvardigoring oldiga qilgan har bir ishingning hisobi, statistikasini to'liq tashirib chiqarg'ili borsan. Shu bir bo'g'icha bu dunyoda hamming jafolik ish qilasan. Shuning uchun har qandaq bir inson dunyoda kurash qiladi. Kofirmi kurash qiladi, mu'minmi kurash qiladi. Avvalan to'g'ri e'tiqod, tavhid e'tiqodi, to'g'ri bo'lgan ulgi payg'ambar alayhisolamning hayoti, to'g'ri bo'lgan ibodat, islom din bizga ko'rsatgan, Alloh bizga tushirgan tavhid e'tiqodi bilan qilgan to'g'ri ibodat, shariatga uyg'un bo'lgan, halol haromni ayirishdan iborat, to'g'ri xatoni ayirishdan bu iborat, haqqoniyat tuyg'umiz bo'lishdan iborat bo'lgan to'g'ri g'oyani yetaklaganlarmi, o'zining g'oyasidan kurash qiladi. Kufri, shirk, yomon e'tiqodlarni o'ziga singdirgan kishilarmi shu g'oyasidan kurash qiladi. Ammo har birisi Parvardigori oldiga bo'lib o'zining qilgan shu ko'rishiga, shu ko'rishining natijasiga, hisobiga ushishidi. Nama amali o'ng tarafdan berilgan odam qiyomat kunisida eng oson hisob olinadi. O'zining jannatdagi oilasi qishiga xursand holatda qaytib bordi. Chunki bu odam bu dunyoda kofirlar, her türlük tajovuzchilar, bulardan her türlük Allah'a ishonganligi, payg'ambar alayhisolamning hidoyatini qabul qilganligi, Qur'on hadisning nuriga amal qilganligi, to'g'ri bo'lgan aqida va to'g'ri ibodatda bo'lganligi uchun kofirlar bulardan intiqom, bulardan hisob, bulardan her türlük qarz, her türlük jafo mushaqqatlarni bularga mindirib, bularni her türlük jazolagan bo'lsa-mu, bular o'zining e'tiqodida to'g'ri tushuncha, to'g'ri g'oyani bu dunyoda tanlab, to'g'ri haqiqatga ega bo'lganlik uchun oxiratda bular hech qanday qarz, hech qanday jinoyat surish qilmaydi. Bular jannatda Allohning oldida xursand o'zining bolavog'isi qaytib boradi. Lekin uning nama amali orqa tarafdan berilgan. Odam har qanday bir Allah'ını unutkan, Allah oldidagi hisobini unutkan bundaq odam oxiratda voy eset halok bo'ptimi deb o'zining halok bo'lganligini oshkora jikorlaydi. Nimishqa bu shundoq xafalat qilib qolgan, desa, bu o'zining bu dunyodagi oilasi ichida xursand yashagan. Demak, bu yerda oilada xursand bo'lish xato deganlik emas.
to'g'ri bo'lgan e'tiqod, to'g'ri tushuncha, to'g'ri fikrga ega bo'lgan mu'min eng xo'shal, eng xursand, Alloh bergan barliq hayotlikdan Allah ko'rsatgan programma, Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha foydalanib eng xo'shal yashaydi. Ammo bu dunyoda oilasida nimadan xursand bo'lib yashagan desa, o'zining ko'ngil xohishiga berilib ketgan, yomonlikqa berilib ketgan, yolg'on ilohlarga berilib ketgan, musulmonlarni, mu'minlarni, ojizlarni bo'zaq qilib, zulm qilib, tajovuz qilib, yomonlik qilib, yomon iddia, yomon kufri, buzg'unchiliklarni dunyoga tarqitib, shunda yomon ishlar bo'lganligiga o'y kelib, xo'shal, xursand turib, o'zining bo'libmi oxiratdagi hisobini, Allohning oldidagi hisobini unutib, uyda hech qanday bir Allah aldı qarz yo'qligidek, din aldı qarz yo'qligidek, musulmon ummati aldı qarz yo'qligidek, o'zining insonlik aldı qarz yo'qligidek yashagan. Shuning uchun bu oxiratda o'zining halok bo'lganligini o'zi zikrlaydi, va bu do'zax kirdi, va yasla sa'ira, ya'ni qin azobga, qin do'zax kirdi dedi. Çünkü bu özünün qiyin azap, chiqqil olmaydigan do'zax kiradigan yo'lini bu dunyoda o'zi hozirlab qo'ygan. Shuning uchun qarindoshlarimiz nurg'unlagan davlat rahbarlari bor, nurg'unlagan jamiyat yetakchilari bor, nurg'unlagan ozg'un jamiyatda yashayotgan guruhlar bor. Bular xalqlar bulardan bularning mas'uliyat to'g'riliq bir narsa so'rayolmaydi. Bular özünü başkalar aldı qarzlar hesaplamaydı. Allah aldı qarzlar hesaplamaydı. Lekin bular Allah'ın qarzını vermegen, dininin qarzını vermegen, ahiretinin hisobat qarzını vermegen, özünün nefsi, özünün hayatlıqının to'g'ri bo'lgan qarzını vermegen. Bu özemni Allah'ın azabını qulduray degan bir e'tiqod, bir tushuncha kelmagan. Shunga nurg'un kishilar uyimizda iqtisod, turmush, oila, hayotlik bilan bo'lib ketib, oxiratning qarzini joyida bermay, musulmon ummatining qarzini joyida bermay, Allohning qarzini joyida bermay, payg'ambarning qarzini joyida bermay, diniy omonatning qarzini joyida bermay, tog' ko'tarishga, agar tog'da aql bo'lsa, tog' ko'tarishga jur'at qila olmagan, Alloh bizni baxtli qilib eshittirganmish islom din omonatini biz ko'targan mush omonatning qarzini joyida bermay, biz ailemizde xursand o'ltiraversak, mana shu Alloh taolo oldida qiyomat kunisi ailesida xursand holatda o'ltira olmay, baxtsiz holatda o'ltiradigan do'zax ahlidan bo'lib qolamiz. Ya'ni bu dunyoda oilada Alloh oldi qarzini bermay xursand o'ltirsak, oxiratdagi do'zaxda baxtsiz oila, baxtsiz bir insonga aylanib qolamiz. Agar bu dunyoda baxtimizni tepib, to'g'ri bo'lgan aqidaga to'g'ri tushunchaga kelib, Allohning qarzini joyida ado qilsak, oxiratda o'zimiz va ahlimiz va bolavoqimiz bilan jannatdagi oilamizga xursand qayta olamiz. Hammamizni Alloh jannatdagi oilamizga xursand qayta qilib qo'ysin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu dunyoni yo'ldan o'tkichi bir musofirning hayotiga o'xshatgan. Her qandaq bir qarindishimiz bu dunyodan yaxshi bo'lgan natijalarni elishi, yaxshi amallarni qilishi, yaxshi harakatlarni qilish kerak. O oxirat uchun yaxshi ulgura taraydigan yaxshi ishlarni, yaxshi amallarni, yaxshi izlarni dunyoda qoldirib, Alloh rozi bo'ladigan yaxshi hayot, yaxshi amaliyatga jannatda erishishimiz lozim. Allohumma salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain.